Azizalar, mana bugun biz Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumani Xo'jaykon ota ziyoratidamiz. Bu yerda ham xuddi Xo'jaybekda tanishtirganimdek sho'r suvlari bor ekan. Odamlar kelib tushib dam olib ketar ekan. Sizlarga yana bir qator tanishtirib o'taman bu yerdagi sharoitlarni. Qani ketdik unda. Ko'rib turganlaringiz bu ko'lda odamlar teri tanosil kasalliklari bo'yicha cho'milar ekan. Terida nima kasalliklari bo'lsa, olarmish. Bu yerda ziyorat joy, bu esa ko'l. Ko'lda cho'milish mutlaqo bepul. Bemalol cho'milishib dam olib ketadi. Bu uzoqda ko'rinib turgan kvartira deydimi, shunday xonalar ekan. Odamlar kelib zaynat qilishadi, xona bo'lib beradi o'ziga. Xonalarda yotib, mana shu yerlarda aylanib, mana ziyoratgohlarda ziyorat qilib, cho'milishib, xorda qolib ketishar ekan. 1 kun, 2 kun, 3 kun. Bu vannada ko'lga cho'milib kelib, bu yerda ham 1 soatlab vanna qabul qilib yotar ekan. Mazza qilib mana dam olib, teri kasalliklardan forig' bo'lib ketishar ekan.